o'yin siz uchun ahamiyati yuqori edi. Umuman qanday taassurot qoldi Dinamoga qarshi bahsdan? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. O'yin shu biz kutganimizdek bo'lmadi. Endi futbol yutuq ham bo'ladi, yutqazish ham bo'ladi. Umuman hissiyotlar qanaqa bo'ldi bugun? Chunki katta jamoa tarkibida maydonga tushdingiz. Hissiyotlar yaxshi, a'lo darajada. Zaxiradan tushayotgan murabbiy qanday ko'rsatma berdi? Shu oddiy o'zingni o'yiningni qil. Hech kimga hech narsani raqobat qilishga kerak yo'q. Seni bilamiz. Shu qanaqa. Bizda hamma lider. Masalan, Anvar Xorjimirzayev xohlasin, Firdavs Ozan, hamma lider. Shuning uchun biz jamoa uchun o'ynaymiz. Bizda bunaqa bitta yetakchi yo'q. Bizda hamma jamoaviy futbol ko'rsatamiz. Shu jamoa qanday yaxshi o'ynasa, jamoa o'ynasa biz ham yaxshi o'ynaymiz. Hujumchilar ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda himoyachi Davro'zobon ham o'z o'rni bor. Bu o'yinda g'alaba uchun chiqdik. Shuning uchun men jamoaga yordam berishni o'ylayman. Har o'yin shunaqa xudo xolasa harakat qilaman, agressiv, jamoaga yordam berishga. Lekin bunaqa bitta jamoa isbotlash shunaqa biz isbotlaymiz. Nima qanaqa tarkibga tushish uchun tayyorman deb o'yinda harakat qilamiz, lekin kimgadir unaqa emas. O'zimiz murabbiyga harakat qilamiz. Birinchi o'yinda o'zimiz qilgan xatolar orqali yutqizdik. O'ylaymanki, yana bu o'yinni ham Navbahorni ham yana ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Xatolar kamroq qilishga harakat qilamiz. Biz o'zimiz o'yinimizda ko'proq raqibga o'rnak qilamiz, dominant qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun o'zimizda o'rnak qilamiz. Lekin biz hali men o'ylaymanki, hali o'sishga, o'rnak qilishga hali bunaqamiz bor, imkonimiz bor, harakat qilamiz o'sishga. Menda birinchi bo'limda oyog'imni yugurayotganda qayrib oldim. O'zimni murabbiy ham aytdi, bunaqa tavakkal qilmaymiz. Dam olganda shunga tavakkal qilamiz. Yo'q, murabbiyning buyrug'i emas edi. Bilsangiz, agar masalan grand jamoalar ham baribir xohlamang psixologik baribir shotni ehtiyotkorligi o'zi boshlanadi. Ehtiyotkorlik boshlanganda ko'proq himoyaga o'tiladi. Biz masalan lekin murabbiy aytmadi, что himoyaga o'tamiz. Biz xohladik yana 3-urishda va o'yinni tinchlantirishda. Lekin bo'lmadi shu. Bu uchun men jamoam uchun yordam berishga tayyorman, qolganini Allohdan. Assalomu alaykum. Sizlarga Bunyodkor birinchi turda yorqin o'yin ko'rsatganda, ikkinchi turda mag'lubiyatga uchrashiga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum hammaga. Endi bu birinchi o'rinda futbol, hammada har situatsiya bo'ladi. Harakat qildik. Dinamo jamoasi ham oddiy jamoa emas, yaxshi jamoa, kuchli taktik jihatdan shakllangan jamoa. Endi futbolda hamma narsa bo'ladi. Masalan, bizda shu xatolarda to'g'ri 1-2 xato qildik, bu o'yinlar boshida shu ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Bugun o'sha raqibni qaysi kutilmalarni e'tirof eta olasiz, ya'ni qaysi jihatlarini o'sha e'tirof eta olasiz? Endi hammasi kutilgan narsa edi. Dinamo jamoasi yaxshi pressing qildi. Biz ham birinchi taymda uncha o'yinimizni yaxshi tarafdan o'zgartira olmadik, lekin birinchi bo'limdan so'ng ikkinchi taymda yaxshi o'yin ko'rsatdik deb o'ylayman. Jamoaga yangi kelgan futbolchilarni kirishib ketishi qanday kechmoqda? Jamoaga yangi kelgan futbolchilar kirib ketishi juda ajoyib kechmoqda. Hammasi yaxshi darajadagi o'yinchilar deb o'ylayman. Hammasi yaxshi. Bunyodkorning o'sha rejalariga ularning moliyaviy holati ta'sir qilmaydimi? O'sha eshitdik o'sha yil oldidan o'sha moliyaviy, ya'ni moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar haqida. Endi bu muammoni biz ham bilardik. Endi biz to'g'risini aytsak, ishlasak o'zimiz uchun ishlaymiz. Hammamiz professionalmiz. Pul bugun yo'q, ertaga bo'lib qolishi mumkin. Asosiysi o'yinni yo'qotmaslik kerak. Pul bugun keladi, ertaga endi har xil situatsiya bo'ladi. Asosiysi o'yinimizni yo'qotmasak bo'ldi. Pul bo'ladi deb o'ylayman. Baribir bu muammo bo'ladi va odamga ta'sir qiladi, lekin unchalik birinchi o'rindagi narsa emas. Jamoa keyingi o'yinni Surxonga qarshi o'tkazadi. Surxon dastlabki 2 o'yinda mag'lubiyatga uchraganini inobatga olsak, bu Bunyodkor uchun yengillik bo'ladimi nisbatan mag'lubiyat? Yo'q, endi bu yengillik deb bo'lmaydi, chunki har bitta jamoa Superligada yaxshi darajadagi jamoa deb bilaman. Masalan, bu Superligada har bitta o'yin masalan bu yengillik bo'ladi degan bir anaqa o'ylov anaqa yo'q. Har bir jamoaga qarshi yaxshi tayyorlov bo'lishi kerak va har bitta o'yin qiyin kechadi deb o'ylayman. Fikrlaringiz uchun rahmat. Keyingi o'yinlarda omad.